Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun siz bilan bitta xamirdan 2-3 xil shirinlik tayyorlashni o'rganamiz. Bizga kerak bo'ladigan masalliqlarni birin-ketin yonimga olib oldim. Birinchi qiladigan ishim xona haroratida turgan sariyog'ni unimiz bilan birgalikda aralashtirib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Oldikmi? Endi qiladigan ishimiz 3 ta dona tuxumda oqini olamanda sarig'ini xamirimga solaman. 3 ta dona tuxum yetadi. Mana uchinchisi. Endi ketidan ozgina mayonez solaman. Farqi yo'q, sirlimi, tuxumlimi, o'zingizda bor mayonezni ishlatishingiz mumkin. Mana ozgina mayonez soldim. Qaymoq aralashgan sutim bor edi, uni solib olaman. Bundan yumshoqqina xamir qorishni boshlayman. Xamirimizni shu holga keltirgandan keyin razlixetga solib olaman. Demak, menda 18 grammlik razlixetil, mana 18 grammlik razlixetil, shuni teng yarmini solaman. Teng yarmini solib oldim va yumshoqqina xamir qorishda davom etaman. Mana obunachilarim, xuddi mana shunday xamir tayyor bo'ldi. Endi bu xamirimizni mayda zuvolachalarga bo'lib olamiz. Mana obunachilarimiz, zuvolachalarimiz tayyor bo'ldi. Endi zuvolachalarimiz bir-biri bilan suhbatlashib, damini olib turguncha biz tuxumimiz oqiga shakarni solib ko'pirtirib olamiz. Qiladigan ishimiz endi mana tuxumni oqi, bunga ozgina tuz solaman va bitta piyola shakarni ozginadan solib, mana bunday mikser yordamida ko'pirtirib olamiz. Oldin tuxumimiz ko'pirib olguncha o'zini ko'pirtiramiz mikserda. Endi bunga ozgina shakar solaman. Ozgina yarim piyolani yarimcha shakarni soldim. Yana ko'pirtirishda davom etaman. Ko'pigimiz rangi oqarib, suyuqlashib tayyor bo'lyapti. Yana ozgina shakar solaman. Obunachilarimiz, ko'pigimiz tayyor bo'ldi. Ko'pigimizni bunday qilgan vaqtimiz mana tovog'imizda yopishib turadi, tushib ketmaydigan holda bo'ldi. Endi buni olib qo'yamiz chetkadan. Zuvolachalarimiz dam olib, bir-biri bilan tanishib bo'lgan bo'lsa, ularni chiroyli qilib yoyib olamiz. Xamirimizni mana shu ko'rinishda yoyib olamiz. Ko'rib turganingizdek katta qilib. Mana hurmatli obunachilar, nafsligi. Endi buni ichiga tuxumimizni, ko'pirtirgan tuxumimizdan ozgincha solib olamiz. O'rtasiga solib olamiz. Endi buklab yon tomonlarini yaxshilab yopishtirib olamiz va yana bitta buklaymiz. G'ildilari chiroyli bo'lishi uchun belka yordamida osonchalik qilamiz. Mana bitta ko'rinishdagi pishirig'imiz. Endi ikkinchi xamirimizni yana bu xamirimizni yoyib olamiz. Bu xamirimizning orasiga varyonni maloka solib buklab olamiz. Demak, men mana bunaqa meltirni varyonni malokasidan foydalandim. Demak, ozgina varyonni maloko va xamirimizni chiroyli qilib buklab olamiz. Mana shu ko'rinishda. Yana tuxumimizdan foydalanamiz, solib olamiz, buklab olamiz. Mana shu ko'rinishda buklab olganimizdan keyin girdilarini yaxshilab yopib olganimizdan keyin mana shu ko'rinishda
mulcha shaklida mana shu ko'rinishda buka olamiz. Mana aka, hurmatli obunachilarimiz, bitta xamirdan 3 xil turdagi shirinligimizni tayyorlab oldik. Mana hurmatli obunachilarimiz, bitta parnisimizda 3 ta ko'rinishdagi shirinligimizni tayyorlab oldik. Endi bularni 200 gradus qizdirilgan pechimizda 25-30 minut davomida pishirib olamiz. Pishirig'imga ham varyonni moloko bilan shakar upasidan bezak berdim. Ichlari juda ham xamirlari og'izda eriydigan, ichlari sochni bo'lib chiqdi pishirig'imiz. Xamirlarni qarang, ichlarini mana. Yesangiz maza qilasiz. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Like va kommentariyalarni ayamang.